Samarqand viloyatiga tayyorlangan 16 kishilik komplektlarimiz tayyor bo'ldi. Oyoqlari xon taxta ko'rinishda. Hozir video davomida sizlarga qanaqa qilib xon taxta qilishlarini ko'rsatib o'tamiz. Noshka oyoqli komplekt 8,5 million so'mga tayyorlab berdi. Qirg'iziston Respublikasiga ham 8,5 million so'mga tayyorlab berdi. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar. Men sizlarga ungacha bir qator stol ustida farqlarini tushuntirib o'tamiz narxlarida. Samarqand viloyatiga tayyorlangan komplekt xon taxtasi 360 ga 120, yong'oq yog'ochda ishlangan komplekt, xon taxtasi MDF posonda ishlangan. Stullarini noshkalari bor. Noshkalarini shunday baytda bo'lit yaykalari bo'ladi. Oyoqlarini yechib qo'yib, bemalol pastlatib, xon taxta vazifasida ishlatsa bo'laveradigan komplekt. Asosan 6 metrli uylarga mo'ljallab tayyorlangan. Stullari yong'oq posonda, materiallari tuyma posonda sidinasiga 12 santimetrli machalka qo'yib materiallar bilan qoplangan. 8,5 million so'mga bu komplektimiz arzini fikrlar kommentariyada qoldirib o'tib ketasizlar. Videoni ko'rgandan keyin profilimizga kiringlar. Profilimizda ham 650 ga yaqin stol stullarni video obzorlar bilan joylaganmiz. Bemalol profilimizda ham ko'rasizlar. Telefon raqamini qoldiramiz. Telefon raqamlarida Telegram kanalimiz bor. Manzillarda uylar razmerini aytib o'tsanglar, Telegram orqali dastavka xizmatlarini, uylarga necha kishili stol stullar tushishi haqida ham batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. O'zbekistonda barcha viloyatlarga dastavka xizmatlari bor. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasi, Qo'shqorasuv shahriga, Tojikiston Respublikasiga hamda Turkmaniston respublikalariga ham dastavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Andijon viloyat, Andijon shahriga dastavkamiz besplatniy. Agarda video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga bitta obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat.